Ustakalarimiz bizdan fen so'rashgan edilar. Pit brendiga tegishli fenimiz bor. Biz buni ishlatib ko'rsatib beramiz. Buni ikki xil rejim bor. Birinchi kurs hamda ikkinchi kurs rejimlari bor. Biz buni ishlatib ko'rsatib beramiz. Paket, turgan katta paket ichiga solamiz. Birinchi rejimga ishlatib ko'ramiz. Mana qanchalik eritib, paketimizni hali buncha isimagan. Mana isyapti. Ko'rib turganingizdek eritib o'zini holatiga keladi. Ya'ni korobkamiz qana shu holatga olib kelishga harakat qilamiz. Mana endi bir joy qilsak teshib turadi, lekin biz har joyini qilib paketimizni eritishga harakat qilyapmiz. Ko'rib turganingizdek. Endi ikkinchi rejimga qo'yib ishlatamiz. Ikkinchi rejimda qani shu qog'ozni yondirib bo'ladimi yo'qmi? Qo'lim kuydi. Ko'rib turganingizdek yondiryapti. Kuydirdi. Xullas, fenimiz sifati juda ham yaxshi. Mana ko'rib turganingizdek, narxiga keladigan bo'lsak 210 ming so'm bo'ladi. Bemalol biror do'kondan xarid qilishingiz mumkin.